Assalomu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyghur bölümünün Nəzər proqramısı. Ben Alim. Biz bugün Amerika'nın Afganistan'dan çekinip çıkışı ve Taliban'ın Afganistan'da baş götürüşü üstüde söhbət elib barımız. Biz bu münasibətle Dünya Uyghur Kulti İcraiya Komiteti'nin reisi Ömer Kanat Efendi bilen Dünya Uyghur Kulti Xitay İşler Komiteti'nin reisi Elşad Hasan Efendi'den bu söhbətə layık təklif kıldık. Söhbətimiz hoş geldinler. Hoş bulduk. Rahmet. Bunda olsa aldı bilen Ömer Efendi, siz ilgiri Afganistan'da bir mezgil yaşadınız, hem radyo işleyatkan vaxtınızdı mı? 2001 yıldan keyin Afganistan'a bağdınız. Talibanlar yani ağdırılgandan keyin. Alı bilen sizmiş görenmelerimizge bu Talibanlar kim o? Ya ki məlum bir millet mi o? Bularının məqsidi nime? Muşunu bir düşündürüp bergen olsunuz. Rahmet Alim efendim. Bu Talibanların ortaya çıkışı 1996 yılı oldu. Çünkü bilirsiniz Sovyetler Afganistan'dan 1989 yılı çekinip çıkıp gitti. Afganistan'daki halkının kırışı neticesinde. Hem de bir yerde mücahitler grupları vardı. Pakistan'da, asasen Pakistan'da kuruşu. Bunlar bir hükümetli kuruşta birbiriyle kilişenmedi. Kilişenmezsin. Ne oldu dediğiniz emdikin bunlar arasında içki uruş oldu. Uruş hatta bu emde Talibanlar uçakta Talibanlar yok. Bu içki uruş başlagandıkken bu içki uruşta bir taraf galip kilenmedi bu içki uruş devamlışı yandaki 96 yıllık gelgen çağda bu Talibanlar ortaya çıktı. Talibanlar kanda ortaya çıktı. Talibanlar kim desin? Talibanlar şu Pakistan'daki dini medresede okuyan dini okuvchilar. Bularninki asasi Paştunlarni teşkil etadi. Yani bir nima bularning kelishilmaganliginiki, mujohidlarninki bir-biriga kelishilmaganligining asas sababi burun Afg'onistonda bu Sovet ishg'olidan burun Afg'onistonda Paştun millati hokimiyat qildi. Mutlaq hokimiyat Paştunlarning qo'lida. Lekin Sovet ittifoqi Afg'onistonni ishg'ol qilgandan keyin bu yerda Sovetlar bu yerdagi asallar boshqa millatlarni Tacik, Özbek, Türkmen'e o'xshash millatlarni, Hazaraga o'xshash millatlarni bu Paştunlarga qarshi ishlatdi yana qo'llandı bunlar. Çünkü Paştunlar bir-biri bilan urushmagandiki, bular Paştun rayonlarga Özbeklardan, Hazarlardan, Türkmenlardan tashkil topgan qurolli guruhlarni olib, ularninki isyanlarini bostirish qilishdi. Muşunda bo'lgandiki, bu boshqa millatlar Afg'onistonda nurg'un haq huquqqa ega bo'lib ketdi. Bu Sovet nima ishg'ol davrida, keyin Najibullahning hokimiyati davrida. Bunda bo'lgandiki, bu mujohidlar kelgandiki, ular asos kuch shularning qo'lida qolgandiki, bu Paştunlar bunga rozi bo'lmadi. Shuning bu ishki urush shuningdan chiqdi. Elaqa bular hokimiyatning butun hammasi nimalarga o'tib ketdi. Tojiklarga, o'zbeklarga o'tib ketdi. Burun hokimiyatini biz qurolmaymiz, shuningga biz buni qo'shilmaymiz-da. Şu çağdaki en Paştunlarning eng ko'p bo'lgan Hizb-i İslami, Gulbinning Hikmatyarning Hizb-i İslami partisi bu urushni davomlashtirib, bunda qonliq nurg'un qirg'inchiliklarga yo'l ochdi. Oxirdan Paştunlar shunday nimaga natijaga kelgan bo'lishi mumkin. Ham uningdikinde Pakistan'daki ISI yani razvedka idorasininki kontrolligida bu taliblar, biz taliblar şu İslam maskasi altida İslam qalpığı astida bütün Afganistan'ı birleştirip aslidagi nima şu burunqi Paştun hokimiyatini tekrardan qurishdan iborat. Xalq mo'yligi ishki urushdan nihoyat bizar bo'lib ketgachga, guruhlar orasidagi urushlardan bu Talibanlar bugungiga o'xshashlar shu vaqtimi nihoyat qolaylik bilan bu Afg'onistonningki her vilayetlerini elip başta Kandahar'da hokimiyat kurdu. Kandahar'dan keyin nihoyat tez ilgirlab Afg'onistonning cho'ng bir qismini asosli qismlarini qo'lga oldi. Bu yerda birla qolgan urushda eng oxirgi qolgan odam endi Ahmad Shah Masud nimadagi yetakchiligidagi Shimoliy ittifoqi. Bu Shimoliy ittifoqmi Afg'onistonning shimolida nihoyat kichik %10 bir qismi Afg'onistonning shu chog'da şu Taciklarninki, Özbeklarninki qo'lda qoldi, qolgan hammiya Talibanlarninki hokimiyati ostiga kirdi. Yani Talibanlar
asasen Paştunlardan teşkil tapkan dini okuyucular grupsi desep bunda da patlak bulur. Davsa Ömer Efendi bu siz bu ketim emdi Talibanlarning emdi sani 70 mingdan ortiq olan Talibanlarning 300 mingdan ortiq bir qo'shini bor, havo armiyasi bor, hozirgi hukumatni 11 kunning ichida ag'dirib o'tishdan hayron qoldingizmi? Albatta ben hayran kalmadım. Bütün dünya hayran kaldı bunundan. Elbette hem insan hayran kaldığım bir tizlikte Afganistan'da bula qايتىدىن hakimiyeti aslı kaldı. Bununki bir neçe sebepleri var elbette. Birincisi Amerika'nınki askerlerini plan programsız mesela TOSAT'tan Afganistan'dan ilk çıkıp geçişi. Bu Afgan armiyasınınki bu ruhi nimesiga nait çok tasir yetkizdi yani. Maneviyatını ulanınkine ait keyfiyatını buz demandaçıldan çağda maneviyatını düşürüver. İkincisi onun ikincisi bu yada kavmiyet, milletle münasebetlerinin ait çok rol oynadı yani. Çünkü Eşref Gani mesela Afganistan'daki prezidenti şu çağda şu Talibanla nimege hücumuna başlamasından burun bir neçe ay avval nurg'unlagan bu armiya mesela kumandanlıklarga şu Paştunlarni tayin kılıcı ularni Paştunlarni yapgan. Hatta bir Paştunni mesela Taxar vilayetininki valisi qilmoqchi edi. U Taxardan ait xalq qarshi chiqib uni Lag'man degan yerga yo'tkazdi, Lag'man viloyatiga. Taxar ana u Paştun nimasi Bamg'ashqa Taxar degan viloyat 2 ay Talibanlar bilan urushdi. Ama Lag'man hiç qanday urush qilmasdan turiblar nimalarga taslim bo'ldi yani Talibanlar. Bu yerda bu millat nimasi cho'ng rol o'ynadi. Paştun bo'lgan nurg'unlagan qo'mondonlar bu Talibanlar bilan urush o'rniga ular bilan naite ilaqa ko'rishish, maxfiyane ular bilan munosabat qurish hareketini başlatıp şunun bilan bu Talibanlar naite işlik ilgirlab ketdi deb o'ylayman. Yani birisi yana xalqmi bu hukumatdan naite bezor bo'lib ketgan. Bu bayam deganimdek yani bu tarix takrorladi. Çünkü u chaqda mo'laka ishki urushdan bezor bo'lib ketgan xalq bayam degan sabablardan bu Talibanlar mushundaq bir kuchli bir hokimiyatning kelib bu yerda hech bo'lmasa tinchlik urushni to'xtatishni shuni bir nima qiladigan orzu qiladigan bir vaziyatga qolgan. Çünkü Afganistan natijaga bo'linib ketib bayam degandek bir yerdan bir yerga berishmi mumkin emas. Bir qismi boshqa bir partiyaning qo'lida, bir qismi boshqa bir partiyaning qo'lida bo'lg'ashqa Afg'onistonda xalq buningdan bezor bo'lib, ya'ni kuchli bir hokimiyatning kelib, butun Afg'onistonda bir tinchlikni o'rnatishni bu yerda orzu qilgan. Shuningga uningdan foydalanib, ana Talibanlar u sharoitning ashundaq muhayyo bo'lishi, uningdagi Pokistondagi planlari yordami bilan tezlikda Afg'onistondan olgan. Şu neme yani tekrarlandı çünkü gerçi Afganistan'da 20 yıldan beri Amerika şunçilik yardım qilgan bo'lsa-mu, iqtisodiy jihatdan nurg'un pul u yerga ivetgan bo'lsa-mu, bu pullarning asosan cho'ng bir qismi şu Afg'onistonni boshqarayotgan rahbarlarningki yuqori darajalik şu hukumat amaldorlari tarafidan bu pul taqsim qilinib o'zaro bo'lishilib Afgan xalqiga bu yetkazilmedi. Şununla bir yerdeki çiriklikten Afgan xalqını bezor bo'lib, hatta bu hukumatning ketishini, çapsan bir ketishini orzu qilgan bir vaziyat shakllangan. Bu nimalar Talibanlarninki naite tez harekatda hech hatto bir o'q atmasdan Kabulni ilishiga sabab bo'lgan omillardan biri deb qarayman. Elshad efendi, sizningcha bu Amerikaning birdamlar tuyuqsiz Afganistandan ayrilishi to'g'ri mi? Ömer efendim degandek men hayron qoldim. Talibanninki bunda tezda 10 kundan ichida butun Afg'onistonni ag'anagan. Hamda Amerikaninki chekinishi to'g'rimi degan vaqtida men ikki xil ko'z qarashda. Birisi Uyg'ur bo'lishim bilan xato deyman. Chunki u bizga baloyi ofat Talibanning u yerni egallashi. Talibanninki Kabulga kirishidan boshlab
Xitoy matbualarının hammasida Taliban'da Uyg'urlarga İslam, Şarkı Türkistan İslam hareketi bilen münasebeti var degan narsalar hazır avjilishga başladı şu 2 gün. Bu demeklik Taliban'ın çıkışı Uyg'urlar için bir balayı abi. Ama Amerika, men burundan deb kelyaptim, har qanday bir davlat o'zining davlat manfaati bo'ladi. Hozir Xitoyga taqobil turish uchun Amerika qolgan patqoqlardan hammasidan chiqish kerak. Bu nuqtadan elib aytgan vaqtida Amerika Afg'onistonni 20 yil yo'lladi. Örtümgan tağani yo'layverishninki onunki menimcha bak nemisi yo'q, ahmiyati bo'lmaydi. Örtüralıgan tağani yo'laymiz turudi. Turanmagan tağani yo'laganda tashvatgan yaxshi. Bu nuqtadan elib aytgan vaqtida biz Jiroqni Uyg'urninki kelgusini o'ylasak, Amerika Xitoyga taqobil turish uchun bu nayalardan chekinishi baldur chekingini balduroq yaxshi. Biden chiqqandan keyin texmi tizlatdi bu chekinishni. Şunu bilan degan vaqtida Amerika hukumati bu yerda yana bir sistemsiz bir chekinish bo'ldi. Shuning bilan bu yerdagi bu oqibat bizga nayti bir ziyonli Uyg'ur bo'lishimiz uchun nayti bir ziyonli xatarga elib mengyotdi. Ammo uzunni ko'zlagan vaqtida men ishonaman, Amerika Xitoyga taqobil turish uchun butun kuchini Osiyoninki bo'libmi Sharq Osiyoga jig'yotdi. Bu Jiroqni ko'zlaganda bizga foydali. Ömer Efendi, bu Elşad Efendi'nin hem de tushundirishi 2 xil bo'ldi albatta. Ammo Amerika uchun albatta Afg'oniston bizning Uyg'ur rayoni bilan qo'shnandi. Biz Xitoy bilan qo'shna. Xitoyning aqi tapni Ayshada kontrol tutib tura oladigan bir yer. Amerikaning askarlari shu yerda tursa, Xitoyning bir bablar bir yo'lni to'saydigan yermi shu. Yani birisi, yani bir iş bulup kalsa, mesela Xitoy bilan, mesela deyli Tayvan meselesi bolsun yoki Sharqiy dengizda bir talash tortishlar, to'qnashlar bo'lsa, Amerikaning qo'shinlari tayyor G'arbdan Xitoyga bir tahdid ilib kelaydigan bir yer. Shuning bu jihatdan o'ylasak, sizningcha Amerikaning u yerdan chiqib ketishi, voz kechib Afg'onistondan butunlay asl. Andan keyin Elshad Hasan degandek, Xitoyga boshqacha taqobil turishi sizningcha Jiroqni o'ylaganda bu foydaliqmi yo ziyonliqmi? Albatta Jiroqni o'ylaganda foydaliq nimasi bor, lekin hamda bu Amerikaningki bu Afg'onistondan chekinib bundaq ilaka bayam degandek sistemsiz hech qanday bir tayyorlik nima qilmay, shundaq necha jihatdan, ya'ni Amerikaningki bu mag'lubiyatini ko'rsatdi. Birinchi jihatdan bu Amerikaningki bu yerdagi istixborot, razvedka nimasininki qanchalik ojiz bo'lganligini ko'rsatdi. Ya'ni ular xabardor bo'lish kerakda, ya'ni biz chiqib ketgandagi mandaq bir ehtimollik bo'lishi mumkinda. Ikkinchisi, bu Amerikaningki e'tiboriga cho'ng ziyon berdi bu. Chunki insonlar Amerikaga ishini albatta unchalik 20 yildan beri u yerda Amerika bilan birga ishlayotgan insonlar va tuyuqsizdan Amerika Afg'on hukumatiga hech qanday bu maslahat sanmasdan Hatta Bagram degan eng cho'ng baza va Afg'oniston Kabulda, havo bazasi Amerikaningki Afg'onistondagi eng cho'ng harbiy bazasi. Shu harbiy bazadan chiqib ketgan chog'da hatto hukumatga xabar bermay chiqib ketib qolgan debda Amerika. Keyin u xalqlar kelib bu yerda bulan talan qilib, keyin u yerning kontrol ostiga oldi Afg'on hukumati. Undan keyin necha trillion dollar, 2 trillion dollarga yaqin u yerda pulni hajdi. Mushunda qilib turib, Şunda qilgan yerda albatta Amerika chiqib ketgan chog'dimi, nayt bir plan program bilan bu Talibanlar bilan hukumatni kelishtirib, bir hukumat vaqtliq bir hukumat qurilish nimasida bo'lgan chog'da undan keyin chiqsa bu to'g'ri bo'ladi. Bu nimada bilan hech kimga xabar bermay, hech qanday boshqa o'zining ittifoqdoshlari bilan Amerika hech qanday maslahat sanmay bu yerdan chiqib ketishi Amerika'nın şu Trump davridagi ittifoqdoshlar orasida o'ttirga chiqargan ishonchsizlikni yana bir qitim takrorlab qolgan bo'ldi Amerikanda. İttifoqdosh davlatlarmi hozir Amerikada bak nima emas, u yerda xo'sh emas, u yerdan chiqib ketdi. Bunda tezlikda yana hech qanday boshqa davlatlarga nima maslahat sanmasdan o'zining ittifoqdoshlari bilan chiqib ketganligi ularni albatta nima qildi. Yani birisi hamda bu yerda bu Amerika Xitoyni yaqinlashtirib qo'ydigan bir nima o'ttirga chiqaryapti hozir. Eng xatarlik nima shu. Hamda Taliban masalasida hamda Xitoy nayti bu ishga
kirishdi, Talibanlar bilan yaqin bo'ldi. Hamda bundaq bir tahdidda bu yerda bir tahdid bor deb Amerikada hozir gazetlardimi shuni chiqyotidi, nayt bir bu yerda bir ekstremizm va terrorizm tahdidi bor deb. U tahdidni hozir hamda Amerika kontrol qilish, bostirish uchun Xitoy bilan biraz sözleşiş nemisimi başlagandek turdu, başlaşı mümkün. Terrorizme karşı duruş için bu yerde bir hemkarlık nemisini unutup koydu bu neme. Bu neme elbette Uygurlar için bayam Elşat mı degandek naitliğe xatarlik nemelerini ortaya çıkarıvatıdı. Bence hem de uzun müddette elbette Afganistan'dan çıkıp geçiş gerekti. Bu yerde adak için turanmaydı Amerika ama çıkıp ketkendi mi bu yerde 20 yıl bu yerde tuğandaki bir nesil bu yerde terbiyelenip çıktı hazır Amerika'da da Afganistan'da. Şu G'arbning nimasi bilan sistem bilan bir hukumat qurildi, bir demokratik bir hukumat batdi. Buning matbuot erkinligi bor, ayollarning haq huquqi nima bo'ldi, shundaq bir nimani qurgandiki, buni bundaq tezlik bilan yo'qotib qo'yish albatta Amerika uchun nihoyatda cho'ng bir yo'qotish, nihoyatda cho'ng bir mag'lubiyat deb qarayman. Elshad Efendi, o Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi o'tgan oyda Talibanning 10 necha rahbarlari bilan Beijingda bir ko'rishib, Xitoy hukumatining Talibanni hamda hisobda qo'llaydiganligini ham e'tirof qilish mumkinchiligi borligini aytdi. Ammo shart, ya'ni ular shu Uyg'ur, ya'ni atalmish Sharqiy Turkiston islom harakatining a'zolariga qarshi turish kerakligini, Afg'onistonning yana Xitoy qarshi bir bazı qilib ishlatmasligini o'tirib qo'ygandi. Undan sonra yana Amerikaning tashqi ishlar ministri Tony Blinken Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan so'zlashganda, masalan, tunugun Marqanat Efendi degandek, nihoyatda Xitoyga bo'lgan ehtiyoji bordek so'zlashdi ikki taraf. So'zlashganda Wang Yi Amerikani, ya'ni Amerika tashqi ishlar ministrini ayblagandan qilib, tabak baldır tez ketib ayada bir qalamqanchilik chiqardinglar deb hatta Amerikani ayblaydigan bir yerga keldi. Amerika hozir bu masalada Xitoy, balki Rossiya hatta ehtiyoji bordek ularga qo'lni sunyapti hozir. Masalan, Tony Blinken Xitoyning, Rossiyaning, Amerikaning tashqi ishlar ministri bilan telefon qilib bu masala ustida Afg'onistonning muhimligi, Amerika grajdanlarining salomat qaytib chiqish uchun so'zlashyapti. Bugun yana Angliyaning bosh ministri Boris Johnson Wang Yi bilan so'zlashganda, Wang Yi hatta Afg'onistonning Talibanni to'g'ri tushunish, hatta qo'llash muqimlik uchun, ko'chmanlarning ko'chib chiqmasligi, qanqib chiqmasligi uchun muqimlikning muhimligini o'ttirib qo'ydi. Sizning bunda bir sharoitda hozir Uyg'urlarning erkiy qirg'inchilik masalasi hozir masalan matbuotlardan ko'rib turyapmiz. Bu masala borgan sari chetga qayrilib, bu atalmish Sharqiy Turkiston islom tashkilotining vahimasi bu da mavjudda, kavatqandek bir xil yangi bir tus shakllanmoqda. Sizningcha buning bilan Amerika, agar Amerika, Angliya, G'arb davlatlari, ya'ni Xitoyni hozir eng qattiq shaklda Uyg'ur erkiy qirg'inchilik sababli ayblayotgan bu G'arb davlatlari o'zining Uyg'ur masalasiga maydonini o'zgartirib, ya'ni Uyg'ur masalasi bir bo'londa qilib, Xitoy bilan hamkorlashib, o'sha Afg'onistonni muqimlashtirish uchun Ayşin özünün tashqi siyosatining eng muhim qismi qilish mumkinmi hozir? Faqat Amerikaningki mavjudligiga, masalan, hozir Xitoy Amerikaning mavjudligiga tahdid bo'lgan vaqtida Amerika ularga dushman bo'lib chiqdi. Ammo o'ziningki mavjudligiga tahdid bo'lolmaydigan Afg'onistonda, Janubiy Vyetnamda, Shimoliy Koreyada yoki Somalida, Iroqda bunday yerlardan har qanday vaqtida davlat ichidagi norozilik ko'p sonliqni egallagan vaqtida tashlab chiqib ketaverdi. Bu birinchisi. Ikkinchi, endi Amerika Xitoy bilan shu Afg'oniston masalasida terrorizmni kontrol qilishda Xitoy bilan birlashib bizni tashlayotamiz deganda, yo'q, tashlamaydi. Buningga men ishonaman. Chunki Amerikaning mavjudligiga tahdid bo'layotgan Xitoy. Bu strategik tahdid. Bu tahdid oxiri Amerikani hatto mana degan vaqtida Tinch okeandan, Osiyodan butun qisib chiqarib, Amerikani Janubiy Amerikadagi bir davlatga aylantirish Xitoyning maqsadi. Buni Amerika aytib aniq biladi. Shuning uchun o Xitoy bilan birlashib Uyg'ur masalasini qarmaydi. Chunki Uyg'ur masalasi Xitoyni
qamchilaydigan va Xitoyga taqobil turadigan, qarshi turadigan mana degan vaqtida insoniy bayroqni egiz ko'taradigan nuqtaning birinchisi Uyg'ur masalasi. Uning keyin Tibet va Mongollar masalasi va qolganlar bor. Xitoyning demokratiyasi va Amerika Uyg'ur masalasi hozir xalqarodagi eng cho'ng tutqa Xitoyga. Shuning uchun bu yerda Amerika uni tashlamaydi. Uchinchidan, mening bu yerda demoqchi bo'lganim, Afg'onistonning Talibanning chiqishi bilan butunlay Xitoyning qo'yniga kirib ketishimi, men uni gumon bilan qarayman. Chunki tunugunki Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki yig'inida Xitoy Talibanni terrorist tizimligidan ivitimiz degan vaqtida kim qarshi chiqdi? Rossiya qarshi chiqdi. Nima uchun Rossiya qarshi chiqdi? Talibanninki bu radikalizm ideologiyasi O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyat va uningga tutishadigan Kavkaziya boshqa yerlarga, hattoki Turkiya bu yerlarga yeyilib ketishidan hamma hokimiyat andish qiladi. Shuning uchun buni hammasi to'saydi. Uningdan keyin to'rtinchisi, Afg'onistonda Abay Ömer Qanat apandim deganga o'xshash bir avlod yoshlar Amerikaning 20 yil tarbiyasida demokratiya, huquq, erkinlik, barobarlik deganning ta'min etdi. Ma Talibanning kelishida hukumatning mujmalligidan, balkim hokimiyat ustidagilarningki xoinligidan bu xalq tayyorsizlar Talibanning qo'liga tushib qoldi. Ammo tunugunki xabarlardan bugungi burnaki xabarlar qaraganda Talibanga qarshi kuchlarmi hozir yig'ilyapti. Shuning uchun Afg'onistonda bu ichki urush xuddi Ömer Qanat apandim berib suhbat qilgan vaqtida muxbir bo'lgan vaqtda ko'rganga o'xshash Shimoliy birlikninki qaytidin tirilib Talibanlar bilan bu yerda urush, ya'ni 5 yil, 10 yil, hattoki 20 yil davomlashishi mumkin. Biz birinchi qitim Taliban chiqqan vaqtida hech qanday Afg'onning ko'chaga chiqib namoyish qilganini ko'rmagan, anglamagan. Ammo tunugunda tatib qarasak, ayollar, erlar, hattoki bir necha ming odam ko'chaga chiqib Kabulda namoyish qildi. Bu demaklik xalq erkinlikning ta'min etilganligidan Talibanga o'xshash, kommunistlarga o'xshash bir xil radikal ideologiyani qabul qilmaydi. Shuning uchun xalq buningga qarshilikqa endi uyg'unib qaytidin bir kirgan vaqtida bu qat'iy niyatga kelgan kuch meningcha Talibanni balkim bir bulungdiki yana bir kuchga aylantirib qo'yishi mumkin. Bunda bo'lgan vaqtida Xitoyning bir balvoq bir yo'l, hatto Afg'onistondagi tushimi, sug'uchilishi, O'rta Osiyodagi sug'uchilishi, hattoki Pokistonga ta'sir ko'rsatishi nihoyat cho'ng. Shuning uchun bu yerda Talibanninki bu yerga chiqishiga men onunla bakmi yani ümitsizlik mi ketmeyme. Balayı afet kevatudu bizge hoşyar buluşumuz gerek. Ama lekin özümüzge mi işinişimiz gerek. Biz bu vaziyetlerini bir taraflamalı kılıp özümüzne korkutup etmeyli. Ama xatarning kevatqanlığa hoşyar bulsak, menimce bu Taliban onda bir bütün kontrol kılalışı natayın. Ömer Efendi bu hazır bu Taliban'dan keyindeki en çok köş hem de Pakistan. Taliban'dan çıkış bilen Pakistan'dan baş ministeri İmran Khan degen bula kulluk tüzümden kutuldu degendek bu de Amerika onu apırıp kul kılıp Afganistan halkını anekin ayrılgandek şu anda ödendi. Bu İmran Khan'dan çöndürüşmüne ait eceplerlik elbette. Hem de Pakistan mı Amerika'nın hesapta dostu ama şunda bu Amerika'nın məğlubiyyətlə Afganistan'dan ayrılğanlığa cavabçılıq qoş bolğan oç qaşqar. Hem de Pakistan'ın ötəb getkəndəki ISI hem de bunun dövlət istihbarat təşkilatı başdan axır 90-cı ildən başlap Taliban'a yardım qılıb, qəmxorluq qılıb, hər qaysı cəhətdən qollab, hətta Osama bin Laden qaçqan çağdımı Afganistan'dan 2001-ci il Pakistan beqib yatqan. Şununla bunda bir vaziyette Pakistan elbette Xitayning en yakın bir Müslüman dünyasıga belki en yakın dostu. Xitay hükümeti deganni do'ppisini keldisa 5'ni qilgan bir davlat hisobda. Hozirgacha Pakistanning bosh ministri İmran Khandan 3-4 qitim o'xshash bo'lgan davlatning muxbirlari Uyg'ur erkiy qirg'inchilik ustida savol so'rasa, to'g'risi bilmay demay, biz Xitoy bilan yaqin, Xitoy bizga yordam qildi, bizga pul berdi deb Xitoyga media o'qishdan boshqa ish qilgani yo'q. Şununla bu
Pakistan gibi Taliban'dan baş götürüşlen. Xitay birinci bolup bilan körüştü. Hem hazır birinci bolup etiraf kılmız davatqınımı Xitay. Hem hazır qopub Taliban'ı to'g'ri tushunish kerak, obyektiv qarash kerak, Taliban'ı qo'llash kerak. Davatida masalan, davlatning o'xshash bo'lgan davlatning rahbarlariga. Shuningga sizningcha bu Taliban'ning u yerda turib har qanday shaklda Pakistanning bir tarafda kontrolida Xitoyning manfaati qarshi bir ishlar bo'ladi deb kelgusida deb siz shunday deb o'ylaysiz? Menimcha shu bu albatta Talibanlarninki kelganligi bayam Dilshod efendim dedi shundaqa balay ofatda bizga necha jihatdan ya'ni Uyg'urninki davosiga, Uyg'ur masalasiga nurg'un qiyinchiliklarni, nurg'un to'salg'ularni ib kelishi mumkin deyman. Birinchisi Talibanlar hamda burunqi Talibanlar emas, hozirgi Talibanlar. Hozirgi Talibanlar texnik ko'zi ichilgan, vaziyatni biladigan, uningdan keyinsa burun birinchi qitim Talibanlar hokimiyatga chiqqan chaqda faqatla dunyoda 3 davlat bularni rasmiy to'nigan, masalan Qatar, Saudiya Arabiston, Pokiston uchida. Boshqa hech qanday davlat bularni to'nimagan. Ham bular qitim bular naytiliqe mu'tadil gap qilyapti. Pokiston masalan hatto nimaninki shu Talibanlarning bayonotchisi o'kunki o'zininki muxbirlarni kutulishligini dediki biz shundaq hamma xalqni o'z ichiga olgan Afg'onistondagi bir hukumat hokimiyatni qurishni xohlaymiz. Biz hech qanday nimaga qarshi emas. Hatto bular umumiy kechirim e'lon qildi. Dediki burunqi hukumatga ishlagan mulkiy nimada ishlagan bo'lsin yoki harbiy ishlagan bo'lsin, hammasi biz kechirim qilamiz, ularni hech qanday o'ch elish niyatimiz yo'q deb. Shundaq andikin Afg'onistondagi ba'zi siyosiy rahbarlar bilan bular uchrashib, kelgusi hukumatni qurish nimasida indamayapti. Ammo buningki bir taktik bo'lishi mumkin. Hozirgi sharoitda biroz vaqt o'tkicha o'zini nima ko'rsatish uchun. Hamda bu kelgusida bu hokimiyat nima qilgan chaqda Talibanlar burunqidan kuchli bir Taliban hokimiyati qurilishi mumkin. Sizmi degandek, masalan, hozir necha davlat, hozir Saudiya Arabiston to'nib bo'ldi, rasmiy to'nib bo'ldi. Boshqa davlatlarmi to'nish oldida turdi. Talibanlardan faqatla bir bizga bir kapolat va seninki bu Afg'oniston territoriyasini xalqaro terror tashkilotlari bilan ishlatilmaydi. Boshqa davlatlarga, boshqa hukumatlarga qarshi bir yerdan bir qarshi bir harakat bo'lmaydi degan to'g'risida bizga bir kapolatlik bersam, seni rasmiy to'niymiz zavodida Amerika shu hozir nima qilyotganligida. Shuningga bu hokimiyat ya'ni kuchlikroq bo'lishi mumkin burunqi hokimiyatdan. Ammo Afg'onistonda bayam Dilshod efendim degandek, bunga qarshi bir harakatlar boshlayotdi. Ya'ni yangidan bir araga kelib, to'plashib, masalan, Shimol hozir Panjshirda burunqi Ahmadjon Mas'udninki bolasi, lekin hatto do'stimning bolasi kelibdi, shular bilan birga shu yerda bir bunga qarshilik bir harakat boshlatamiz deb turyapti. Hamda bu Talibanlarning hokimiyati qurilgan chaqda o'tgan chaqda bilamiz bir necha kundan keyin buningki hukumat ochiq bo'ladi, qanday bo'lganligi, kimlarning kirdiganligi, qanday bir hukumat bo'lganligi nayti ochiq ko'ra olamiz. Ammo bu yerda bir qattiq bir shariat nimasiga tayangan bir davlatninki qurilganligi aniq. Ya'ni ular da'vatida biz hammasiga hurmat qilamiz, lekin bu shariat nimasida mangdigan bir hukumat bo'ladi deb o'zlari da'vatida. Hozir Pokiston buningda sizmi degandek cho'ng rol o'ynadi hamda o'ynayotdi. Bu Talibanlarning bu Xitoy bilan muzokara ilib berishi, Xitoy bilan ko'rishishigimi shu nimalar qilgan o'tirdi mengib bularni kelishtirgan nima shu Pokiston hukumati endi. Kelgusida balki bir hokimiyat qurilsa, yana qanday bo'ldi desangiz, bu Pokistonningki tavsiyasi bilan mangdigan bir hukumat qurilishi mumkin. U chaqda bu Talibanlar shu yomon iliqini bo'lib kelsa, shu Pokistonda bir nima bo'ladi? Xitoy bilan yaqin bir munosabati bo'lgan bir hokimiyat bu yerda quriladi. Bu g'arbga qarshi bo'lgandiki, bular hozir Xitoy Talibanlar bilan do'stona bir munosabat qurishga tayyor da'vatidi. Shunda bir sharoitda buningdan hamda Xitoy necha jihatdan foydalandi. Bizning da'voyimiz masalasida desak, hozir Afg'oniston masalasi shunda kelib, birinchisi bizning masalamiz masalan
biraz arkada qap kelyapti-da, birincisi. İkincisi hem de uyada bir Talibanlar kurulup, Talibanlar Xitoy bilan yaxshi munosabat qurib, o'shadagi Afg'onistonda mavjud bo'lgan yashayotgan Uyg'urlarga bu jihatda nayt bisim bo'ldi bu yerda. Xitoy bu shu o'yinni o'ynaydi. Talibanlar bilan o'zi yaqin munosabat qurdi. Ayadagi Uyg'urlarni kontrol qilish va bostirish uchun. Bizning vatanda bo'lsa, Taliban yaqin kelib qoldi. Bu nima radikal ko'z qarashdagi nima bizningki chegaramiz kelib qoldi deb bizning vatandimi texmo ilqi bostirishini ilqi kuchaytirishi mumkin. U jihatda biz bir ziyonga uchraymiz. Xalqimizni texmo ko'p bostirdi, uni bahona qilib. Uning ikinda bu xalqarani bu yerda bir Talibanlarningki shu qattiq harakatlaridan foydalanib, mesela xalqarada bu yerda bir radikal bir harakat bor, terrorlik nimalar bor deb xalqaraningki men bu ishni hozir Talibanlar bilan men yaqin amdi deb bu bayan deb o'tganimdek g'arb davlatlari bu Talibanlarni Afg'onistondagi nimalarni bostirish uchun shu Xitoyningki nimaninki hamkorligiga muhtoj bo'lib qolishi mumkin. U chog'da bizning masalamiz biroz qiyinchilikka uchraydi. Bu nimada men biroz andishilik mushu jihatdandir. Chunki mush chiqayotgan hozirgi matbuotlarda e'lon qilinayotgan maqolalardan, nimalardan, tahlillardan mushundaq bir nima ko'rilyapti. Bu bizning uchun ziyonli bir ish deb qarayman. Chunki Talibanlar balki Uyg'urlarni ashagimi ikmi berishi mumkin. Hatto Uyg'urlarni bir ko'zir qilib ishlatib, Xitoydan nurg'un texmo foydalanib olishi mumkin. Chunki bu 2001 yılımı şunda boğan Talibanlar bizninki Uyg'urlar bununla bazı Uyg'urlar hozir shunda anlayapman ba'zilar da qo'shib ketgan gap Talibanlar keldi deb. Talibanlarning kelishi va ham Ilshad afandim degandek bizga bir baloy ofat bo'lishi mumkin. Endi u yerda Uyg'urlarni ular balki panohlik berdi u yerda Afg'onistondagi Uyg'urlarni panohlik berdi, ammo hech qanday ish qilmaydi. Lekin u Uyg'urlarni u yerda go'riga olgandek tutib turib Xitoydan bu o'tmishdimi shunda foydalangan, hozirmi shunda foydalanishi mumkin endi. Bizga bo'lgan ziyonlari mushu endi. Ilshad Hasan apandi, hozir Ömer Qanat apandi degandek, masalan, hozir Afg'onistonda bir ancha-muncha bir yashaydigan shu yerda bir Uyg'urlar bo'lishi mumkin, ammo bu yerda bir Xitoyga taklif bo'lgandek bir Uyg'urmi yo'q albatta. Ammo mush yilning 5-i Xitoy hukumati bir 10 necha Uyg'ur Xitoyni Kabulga avatib bu yerda atalmış Sharqiy Turkiston islom harakatining bir guruhini qurgan bo'lib, yag'andan. Bu yerda xuddi Afg'onistonda mavjuddek bunda bir guruh bor. Ya'ni o'zining hozirgi irqiy qirg'inchilikni qonunlashtirish uchun dunyoda mana biz bundaq tahdid kuchirayapmiz. Shuningga biz mandaq oldin elish usuli bilan buni maktabga avatimiz bu Uyg'urni deyish uchun u o'yinni o'ynagan bo'lsa, ammo Amerika yetakchilikli bu hokimiyat ularni tutib pash qilib, keyin Xitoyga yo'lga solgan bo'ldi masalan. Hozir ham siz deb o'tib ketdingiz, Afg'onistonda bu Talibanning bosh ko'tirishi Uyg'ur baloyi afat deb. Endi sizningcha hozir Xitoy hukumatining eng dunyoda qiynalıyotgani, ya'ni shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni dunyoga tushuntirib, biz qilmayapmiz degani. Bu g'arb ellari hech qanday davlatlar ishongan yo'q Xitoyning bu ta'tir tashviqotiga. Hozir ham Xitoy hukumati Pokiston ham Afg'oniston, ya'ni mushunda bir o'yin o'ynab, yani hozir ba'zi xo'sh bo'lgan, hayajonlarga ketgan ba'zi chet eldagi Uyg'urlarni kelmayaga sang fursat beramiz deb aldab papirib, ularning hammasini bir yerga yig'ib burunqidek. Ya'ni qo'pib ularga azroq tag'da bir shu arabcha kiyimlarni kiygizib, Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'targizib, tog'ning u yerda miltiq qapgan yo birim qilgan narsani qilib, ya'ni Xitoyga ko'rsatib, mana bu Sharqiy Turkiston islom harakati bor, mavjud deb. Bir tarafdan Ömer Qanat apandi degandek Xitoydan zo'r pul hem harbiy jihatdan yordam olsa o'zi. Yana bir jihatdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni xalqaro qonunlashtirish uchun Xitoyga mana demadikmi, manda bir tashkilot bor, o'lgani yo'q, bular hozir bizga qarshi deydiganga, mushunda bir o'yin o'ynash sharoitini yaratib berish mumkinmi? Menimcha u mumkin. Xitoy burunli qilgan, uning ekan siz deganga o'xshash bir shikayni aldiki xabarni biz hammamiz ko'rdik. Afg'oniston hukumati 13-14 Xitoy fuqarosini tutgan. Bularning ichida 10 dak Uyg'ur bor.
bular Afg'onistonda shu Sharqiy Turkiston islom harakati degan bir tashkilotni qurib chiqmoqchi bo'lgan, asosan qurib ekan. Uningki Afg'on hukumat tutib olib, Xitoyga bergan agahda yoki apu so'raysa, adaming nakitsa, ya bo'lmasa bu odamlarni biz sotlab, mashad jazolaymiz deganda, oxirgi Xitoy meningcha apu so'rdi, chunki odamlarni akat uni ochiq chiqmadi xabarda. Bu demak Xitoy bu o'yinni o'ynadi. Talibanning bu vaqtidami Afg'onistonga berib qolgan shu Uyg'urlarning bir turkumi haqiqatan shu vaqtida Taliban pasport kerak emas, viz kerak emas, kelsan hammaga panolik beramiz deganligidan bordi. Ammo uning ichida nima 100% Xitoyning jasuslarimi bor. Shu avo Xitoyning oldida tutilgan 10 Uyg'urga o'xshash, shunda Uyg'urlar berib, yig'ib, uninki Xitoyga videolarni tartib, andamanda ishkimatni ko'tarib olib, Xitoyga olib bersa, Xitoy mana deydi, uninga Talibanmi ko'z yumadi. Endi bu yerda yana birisi biz eng hushyor bo'lganimiz Abay Ömer Qanat efendimiz dedi. Pakistanninki harbiy istihbaroti ISI hukumat bilan mana degan vaqtida ba'zilar birlikki Pakiston hukumatiga birlik kelsa, ko'pincha ahvolda o'z oldiga ish qiladi. Bo'libmi ISI'ninki. Bularninki Xitoy istihbaroti bilan bo'lgan munosabatni alohida qo'yib ham uchun almashtirdi. Shuning men nima? Pokistonning ISI'ning ichida Xitoyning ishlaydigan, hattoki Pokistonlik Xitoy uchun ishlaydigan odamlar xeyli bor. Bular mushu ndaq o'ydirishda shular eng chong yordam qilib, hozirgi Afg'oniston Talibanning qo'liga tushgandan keyin biraylarga bir necha Uyg'urlarni yig'ib berib, Xitoyningki buyruq bilan uni videoga tortib, Xitoyga avatib berdi. Xitoy olib xalqarada BDTda ham Amerikaga oldiga qo'yib, mana biz degan tashkilot mavjud desa, haqiqatan bizga bu baloyi ofat reallikqa aylandi. Chunki biz Xitoy hozirgacha bu milliy qirg'inchilikni 2017-si qayta tarbiyalash deb baxti, xizmat to'nishtirish deb baxti, hozir qip-yalang'och bu radikalizmga qarshi, terrorizmga qarshi ipagan tarbiyamiz davatidi. Shuning uchun buningga isbot kerak Xitoyga. Bu isbot nereden chiqadi desa, ashuningga o'xshash o'zining Uyg'urligi ham musulmonligi uchun dunyoda eng chong badal to'layotgan bir millatga munofiqlik xoinlik qilib Xitoyga yantayoq qo'yib berdi. Shularga shu yantayoq isbotlarni ta'minlab berdigan bular meningcha o Talibanninki territoriyasidan bakjiroq emas. Bu xil ehtimol cho'ng. Bu mening shu baloyi ofat deb qaraydigan yerim shu. Shuningga buningdan nayti hushyor bo'libmi chataldagi Uyg'ur jamoati nayti hushyor bo'lish kerak. Bunda biz oxirgi savol, hozir degandek, masalan, Afg'oniston, Pokiston bu davlatlar Xitoy bilan birlashib Sharqiy Turkiston islom harakati deydigan bir guruhni yana qayta paydo qilib Xitoyga yordam qilish mumkin. Ammo to'g'rida abaytan 2 yillarda o'tib ketganlar ba'zi Uyg'urlar hayda hayajonlanib xo'sh bo'ladi Talibanning chiqishiga. Hatto ba'zi Uyg'urlar yaqinda masalan to'g'rida chiqib, hozir masalan Talibanlar degan mana Sovet ittifoqini qo'g'lab chiqargan, Angliyani qo'g'lab chiqargan, hatto qurolliq Amerikani qo'g'lab chiqadi. Biz qurolliq harakat elib berishimiz kerak. Ashta qilganlar masalan Afg'onistonga berib bu degan ba'zi gaplar bor masalan. Mushni qanday tushunsak bo'ladi endi? Shu to'g'ri gapmi endi? Bu ko'z qarash butunlay xato. Sovetni yangan mujohidinlar, u vaqtda Taliban mavjud emas. Amerika hozirgacha Afg'onistonda Talibanga urushda yengilmadi. Strategiyalik chekinishda turib qo'ydi. Hozirgacha Afg'onistonniki aerodromda Amerika askari va Taliban ularning hech qaysini cheqilolmadi. Bultodin tartib jami Afg'onistonniki Amerika askari 2500 ni oshmagan. Shu 2500 adam ta yilgacha tutgan. Chekindi, ular kirdi. Bu demaklik Amerikani Talibanlar yengmadi, Amerika o'zi yengildi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun programmamiz muchada oqilishdi. Kelajaqda ko'rishga xushvaqt bo'ling.